YouTube platformasida kuzatib borayotgan obunachilar 2026-yil 3-iyun sanasiga undan oldingi yil fantaziya ko'chatini bizdan akamiz olib ketganda mana shunaqa joyga bog' qo'ygan. Mana uyi daromadga olib kirdi obunachilar, ko'rishlari mumkin. Juda ham chiroyli holatda mana yetildi. Akamiz chaqirdi. Chapinniyda qilingan shoftoli bog'imiz. O'zimizdan olib ketgan garantiyali ko'chatlarni o'zi ektirgan. Mana bag'i ketgan, shunday katta maydonga bo'lgan bog'imiz. Mana obunachilar mana shunaqa endi ko'chat qilib berganmiz. Mana u hosilni ko'tara olmay qiyshayibdi ham. Bunaqa joylaring bor, maqsadlaring kelib ko'chatlarga zakaz berib olib ketishlaring mumkin. Keyin qarab berish, mutaxassis, tavsiya hamma yo'g'ini berib borilaveradi obunachilar. Mana shu ikki qatori qandaydir rivojlanib ketgan. Bag'i rivojlanmagan, lekin hammasida nishona bor obunachilar. Mana shunday. Bu videoni qo'yishdan maqsadimiz obunachilar ko'chat tanlashda adashmanglar. Iloji boricha dehqonni o'zidan olinglar degan maqsadda video qilyapmiz. Bittadan laklab bosib qo'llab-quvvatlashda davom etinglar obunachilar. Sizlar uchun biz harakatdamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar.